Assalomu alaykum. Tug'anlar, biz keyingi yerdagi kezakdagi obyektimizga keldik inshaalloh. Mana yangi fasadlar. Polnistda gipsdan jasab berganmiz mana tumbalarni. Barlig'i bunalar ham naturalniy gips. Hech qanday po'kak emas. Ko'rib turgandek, mana tunika fonlarni ham o'zimiz jasadik barlig'ini. Sokol qismi granit qora tosh. Bunda yoqda новый fasad. Новый fasad. Granit degan fasadimizni boshladik inshaalloh. Asterdan mana o'zinglar ko'rgandek. Sepishyotat buni kompressor bilan. Hozir boshlashdi bolalar. Bu bitgandan keyin dag'i 2-3 sira polirovka bo'ladi. Polirovka bo'lgandan keyin o'ta so'nin bo'lib chiqadi bu. Как mramor tosh bo'lib chiqadi. Bunalar gipslarni dag'i ustiga sepib tashladik buni. Mana ichida qora toshti bor, dag'i bir ikki toshti bor-da. Polirovkada o'ta mramor toshga o'xshab chiqadi bu. O'ta so'nin chiqadi bu yangi fasad. Yangi fasad jasotamiz inshaalloh. Mana bularni tayyorlab, mana karniz qismi ham barlig'i gipsdan jasaymiz biz. Ko'k ishlatib qo'ydik. Inshaalloh shu obyektimiz bitsa, videoga tartib dag'i bir qo'yamiz. O'zinglar ko'rgandek, mana o'ta so'nin chiqyotadi bu. Inshaalloh. Kimga shunday fasad ishlari qiziq bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lib qolsangiz. Mana gipslar o'ta so'nin chiqqan. Barlig'iga mana orqa qismida 250 lik turba. O'shani qaptab berdik.